Yangi Fayzli mahalladan Fayzli sizlarga xonadon topib qo'ydik. Shu xonadonimizni 100 mingga berib yuboramiz desak, nima deysizlar? Narxi 100 ming, sotig'i 8 soti, ichlarini obzorini qilib beramiz. Mahalla juda go'zal. Xonadonimizning ichkari tomondan ko'rilishi juda katta, 8 soti, plus orqada 1 soti zahvatlari bor. Ichlarini obzorini qilib yuboramiz. Xonadonimizning uzun o'zini darvozaxonasi, buni hovlimizning ko'rilishi shu holatda. İçlarini obzorini qilib beramiz. Kattaligini qarang. Shunda darvozaxonadan kirib kelishimiz bilan shu xonadon sotuvdi. Juda chiroyli qilib qo'yishibdi. Buni tagida ham 4 ta xonasi bor ekan, faqat bitmagan joy ekan. Tak 10 ta xonamizda sirrazi o'zini yotoqxonasi, kattagina xonasi. Keyingi xona mehmonlar uchun mo'ljallangan xona. Ko'cha tomonga qaragan o'zining 2 ta oynasi bor. Lustralarni chiroylilarini ilib qo'yishibdi. Patologlarni natijli patolog qilib chiroyli qilib qo'yishibdi. Bu yerda ham yana bitta xona, ko'cha tomonga qaragan o'zini oynalari bor. Keyingi xonamiz oshxona. Oshxona chiroyli qilib qo'yishibdi. Oshxonaning yonida o'zini sanuzellari. Manzilimiz Toshkent shahri, Yangihayot tumani deyiladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxi 100 ming, pastda 4 ta xona, tepada 3 ta xona, bitta oshxona.